Assalomu alaykum do'stlar. Qarshingizda yangi Damas 3 avtomobili. Buni jaydaricha obzor qilib beramiz. Nima plyuslari bor, nima minuslari bor. Men o'zim avtomobilda haydab ko'rdim. Menga yoqqan joylari ham bor, yoqmagan joylari ham bor ekalarim. Qani ketib. Birinchi o'chiritda avtomobilni uzunligi Damas 1-2 larga qaraganda ancha uzunroq va balandligi ham ancha baland. Va motor sistemasiga kelgan bo'lsak, eski Damas'ga qaraganda ancha o'zgarish bo'libdi ekalarim. Bu men bilishimcha ikki xil motori bor ekan. 1.2 motorli va 1.5 motori. Bu qarang yaqinroq keling. 3 silindr Damas 2 lar bo'lsa, o'zi bu 4 silindrga aylanadi. Bu degani ancha aqlliroq. Juda ko'pchilik Damas avtomobillariga injektor qo'yapti-yu, tayyor akalarim qarang, injektor o'zi uстановка qilingan. Zavodga holatda va motor umuman tubdan boshqa uстановка qilingan. Chunki eski Damas avtomobillarida gastroslar bor-u, bunda gastros emas, draseni zaslonkalar bor-u, zamonaviy o'zi motorga uстановка qilingan. Endi avtomobillar qulayliklarga kelsak, qulayliklar juda ko'p. Mana motor sistemada ancha o'zgarish bo'lgan. Tormoz sistemada ham, aka. Qani ichkariga bitta kiramiz, keyin yana tashqi tomonda diskalar 12 razmerdan 14 razmerga o'zgargan, ko'rasizlarmi? Juda ko'pchilik o'z Damas avtomobiliga 13 qo'yadi, bu 14 qo'yib qo'ygan. Endi salonga kelgan bo'lsak, qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Mana eski Damas'ga qaraganda ancha kengroq, bilasizlar, Damas 2 avtomobillarda bor, oyoqni xizmatga bor, tegib qoladi, ustoshingizni kir qiladi. Ayniqsa akkuratniy, oppoq ustosh sevadiganlar buni juda yaxshi biladi va rul sistemalari, bismillahirrohmanirrohim. Mana motorni bitta yurgizamiz, sizlarga eshitgizamiz. Motorni ovozi menga yoqyapti akalarim. Bu avtomobilga propan uстановка qilingan. Rulda qarang, zavodga holatda o'zi jentra kobotlarda yo'q, elektronniy rul uстановка qilingan. Bu ham bitta plyus akalarim. Faqat buni ham pozitsiyasiga bog'liq. Ayrim Damas 3 avtomobillarda xuddi shunaqa me'sirovka holatda va buni ham 4dan 5 ta pozitsiyasi bor, adashmasam. Bu Move nechinchi pozitsiyasi to'shni bilmayman. Men qo'limdan kelgancha obzor qilib beraman. Mikrofonlarda bo'lsa, ozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Jaz zamonaviy emas, o'sha o'zimizda sal nima desam bo'ladi, o'rtacha miyonidagi va skoroslari o'zi 5 taligu, bunda 6 ta skorosli ko'rasizlarmi? Menga bitta narsasi yoqdi, sinasi bor-u, eski Damas'ga qaraganda jicha kengroq ekalarim. Va tabloda eski Damas'larda bor-u, taxometr bo'lmaydi, bunda taxometr ham bor va tezligi 100 km/soatga o'sha 180 shunaqa bo'lsa kerak. 100 km/soatni yo tezligimi umumiy ular shunaqa. Endi yana bitta qo'shimchasi aytib ketaman. Orqalari ham ancha keng, bemalol o'tirasizlar. Bu birinchi, ikkinchi pozitsiyasi bo'lishi mumkin. Qolganlar bu avtomobilning o'zi konditsioneri bor. Matdan konditsioner haydaydigan bo'ladi. Bu pozitsiyasi yo'q ekan akalarim. Juda ko'pchilik hozir Damas olyapti, konditsioner injektor qilyapti. Xullas keluvchi shu narsalar hammasi bor, siqilib yurish shart emas va orqalari ancha keng. Orqasiga mana qarang, bu yuklaydigan emas. Yuklasangiz ham bor, yaxshigina yuk sig'ar ekan aka, qarang kengligini maza qilib bor, yukni ham yuklaysiz aka. Ham bemalol oilaga tirikchilik qilsangiz ham bo'lar ekan. Avtomobil qanaqadir menga yoqdi. Endi tashqi qismlarini hamyonni ko'rsatdim. Endi bilasizlar nimasi kerak avtomobilni yurish qismi qanaqaligi kerak odamlarga. Hadoylari qanaqa? Hadoylari o'rtacha, haligi bu endi kak yukka katta mashina bo'lgandan keyin bunda orqa tomonda ozgina otish bor. Xudo xohlasa buni obzor davomida ko'rsatib ketamiz. Orqa tomoni bo'lsa xuddi shunaqa, qani orqasini bitta ochib sizlarga xudo xohlasa orqa tomonini ko'rsatamiz mana. Okay. Kengligi lekin menga yoqdi. Maza qilib, bitta sherigingiz bilan piknik qilib o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Xullas, orqasi ham yaxshi, yoqdi menga. Endi oldi qismi hadoylarni bitta ko'rsatamiz. Damas'ga qanaqa o'zgarish bo'ldi o'zi hadoy sistemada. Bitta ko'rsatadigan ko'rasizlarmi? Agar videoni shu joyga ko'rgan bo'lsalaring, shu joygacha bitta like bosib, hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring.
Xullas, sizlarga foydasi tegadigan kontentlar qilishni davom etamiz. Ne? Ana, yopilishi ham cho'tki. Endi oldin bitta obzor qilamiz hado'ni. Ketdik. Bu avtomobilni mana men o'zim avtomobilni haydab tekshirib kelyapman-da. Endi past qismini ham bitta ko'raylik. Ibrohimjon, o'chirmasdan turavering. Past qismini ham bitta ko'raylik endi. Shu paytgacha videoni ko'rishgan bo'lsa, avtomobilni mana haydaman ko'rdim. Menga qanaqasi nisbatan Damas 2 ga qaraganda 3 yoqdi to'g'risi. Ham ichida kengligi, ham komfortligi, ham rullar elektronligi, konditsioner borligi, muhimi holati. Ko'rasizlarmi akalar? Peshan teri uchun ham bor. Lak bosmasangiz bo'lmaydi lekin aka, ishoning. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli operator, keling, siz ham tushib oling. Qani bitta pastni ham chiroyli qilsizlarga, xudo xolasa obzor qilib beramiz. Birinchi очередda motor tagi chiroyli qilib zashnik установка qilingan, chunki zashnik motorni xullas toshdan, har xil betonkalardan saqlab qoladi. Bu degani xavfsizlik tomonidan yaxshi. Va endi keladigan bo'lsa, tormoz sistema oldingi Damas 1, Damas 2 avtomobillarda oldida bo'ladi. Shuni orqaga ko'chirishgan, supportni orqaga ko'chirgan va rulov ekonomikasi ham bor, old qismiga o'tgan, ko'rasizlarmi? O'z oldi qismida bo'ladi, kichkina bo'ladi xolos. Bularki elektronika bo'lib katta qilingan va bitta aylanaylik hurmatli operator, jonimizdan mana endi sizlarga mana hadovoy dirishchaklari qarang, vtulkalar ancha o'zgarish bo'lgan. Mana vtulkalar ancha katta akalarim eski holatiga qaraganda va avtomobilingizni sharovi ketib qolsa endi Silikon hamma yo'g'ini bittadan bachasi ko'rasiz mana. Hamma yo'q, vtulkasi yo'q, saydimi yo'q, xullas sharovi yo'q. Silikon bitida qo'yasiz akalar. Bu degani yaxshi, chunki sababi haligi unisini bunisini kamchilik bo'lmaydi, bitida qo'yasiz va maza qilib minib yurasiz. Va menga yoqqan tomoni Damas avtomobillarda ikkilarda stabilizatori bor, ketib qolaveradi rezinkasi. Bularga stabilizator nakineshlar qilibdi. Bu degani ancha yaxshi hadovoyga o'zgarish bo'ladi. Hadovoy murakkab emas, sodda va joyiga ishlangan. Menga xullas kerakchi, oldi hadovoy yoqdi, orqasi ozgina otishdi inovatga olganda. Lekin buni ham biz xudo xolasa bartaraf qilib berganmiz akalarim. Xullas mana shu holat. Endi agar bu avtomobilni minib yurgan insonlar bo'lishi ham mumkin. Minganlar bo'lsa, nima plyusi bor, nima minusi bor, ular ham yozib ketsa yaxshi bo'ladi. Jonlar sog' bo'lsin. Bizni kuzatishni davom etinglar. Avtomobilimizni orqa tomoniga ham tushib olganmiz. Bu orqa tomonda nima plyuslari bor, nima minuslari bor? Sizlarga bir oshna ma'lumot berishni davom etamiz. Menga yoqqan tomonlardan bittasi risollari bor. Damas 2 ga qaraganda ancha qalinroq va tormoz sistemasi ancha o'zgargan. Damas 1, Damas 2 larda oddiy ABS'li tormoz bo'lsa, bunda o'zi ABS sistema o'zi bunda uстановка qilingan va benzin hajmi bak kattalashgan, eski Damasga qaraganda ancha o'zgargan va gulishtir ham motorga qaragan holatda gulishtirlar ham ancha o'zgarish bor. Endi yana plyusiga keladigan bo'lsak, karnalar qarang. Karnalar eski holatdan ancha baquvvatlashgan. Haqiqiy O'zbekistonda haligi dehqonlar ham minsa bo'laveradi, o'zini ishiga minsa ham bor. Maza qilib yurgan avtomobil bo'libdi. Endi orqa tomonda minusga kelgan bo'lsak, o'zi Damas 1, Damas 2 larda ham bor, ozgina otib yuradi-yu. Bu risollar qalinligi hisobiga bitta amortizator o'zi svet qila olmayapti. Bunga chiroyli qilib amortizatorini ikkitalik qilib uстановка qilib berganmiz akalar. Juda ko'pchilik Cobalt Gentra mingandan keyin boru Damas 3 ga o'tirsa qanaqadir boru otishni bilib qoladi, sezib qoladi. Chunki u avtomobillar uncha-munchalarga ota olmaydi-yu. Xudo xolasa agar bor deysiz, Damas 3 avtomobil olgan bo'lsangiz, olib ketsalar ham qo'shimcha amortizatorlarni akkuratni qilib, chiroyli qilib uстановка qilib beramiz akalarim. Qani videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, videoga like bosib, kommentariyada qanaqadir plyus minus qolib ketgan narsalar bo'lsa, yozib qoldirasizlar. Joylar sog' bo'lsin, profilga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, videoga like bosalaring, xursand bo'lamiz, bizga motivatsiya bo'ladi.